Hamma mendan makiyajingiz uchun nimalar ishlatasiz deb so'raysizlar. Bugun sizlarga yangi olgan narsalarimni unpacking qilib ko'rsataman. Albatta, xodvi narsalarimni ham ko'rsatib o'taman. Birinchi dekorativniy kosmetikalardan boshlaymiz. Men har doim sayohatga chiqqanimda yangi narsalarni xarid qilishni yaxshi ko'raman va sinab ko'rgim keladi. Ketdik, ko'ramiz. Do'stlar, men Bakuga birinchi marta borganimda bilasizlar, birinchi marta bordim. Men bu brendni testerini ishlatib ko'rdim. U menda ertalabdan kechgacha yaxshi yuzimda turdi va men bir nechta yana oldim va xarid qildim. Sizlarni bularni siz bilan sinab ko'ramiz. Menga eng yoqqani mana shu ten bo'ldi. Teni juda ham kamerada ko'rsatdik, yaqinlashtirib. Bu tenda ba'zi ranglar bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi va ishlatganingizda to'kilmaydi bu. Hozir labimda pomada bor, juda ham to'q bo'lib ketgani uchun ustidan mana shuni ishlatib ko'ramiz. Bu juda ham menga yoqqan. Qizlar. Va keyingisi bu brend nomini aytib o'tirmayman, hamma biladi chunki bu kolleksiyadan hozir eng oxirgi chiqqan highlighter juda ham yoqdi menga. Juda ham yoqdi. Uje buni ishlatib ham bo'ldim va ko'pchilik sevib ishlatadigan rumyani topga chiqqan bu. Ko'pchilik biladi. Va eng oxirgisi men har doim yana ishlatib o'tadigan blesklar juda ham sevaman. Va bizning makiyajimizni ochib beradigan narsalar bu kislar. Eng yaxshi kislar sifatiga umuman gap yo'q. Uning yumshoqligini va yana blesklar va men Katkin degan brend bor, koreyskiy. Uni ko'pchilik menimcha bilsa kerak. Men bu brenddan rumyanalar olganimda oxirigacha ishlatdim. Uje ikkinchi olishim. Faqat boshqacha ottsenka olganman. Bu hozirgi brendda pomadalari bu ham. Va men yaxshi ko'rgan pomadalardan bittasi. Xo'sh, bu yangi pomadani ham sizlar bilan ishlatib ko'ramiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu как balzam qilib ishlatilinadi. Ozgina blesk bor. Juda ham chiroyli. Qolgan xuddi kosmetikalarni ko'rish xohlasanglar, kommentariyaga o'zingizlar yaxshi ko'rgan stikerlarni qoldiringlar.